Vaqt erkin kurashchining eng katta raqibi. 2025-yil yakuniga yaqinlashyapti. Yana 1 yil orqada qoldi. Ammo savol bitta: biz bu yil vaqtni yutdikmi yo vaqt bizni yutdimi? Erkin kurashda 1 daqiqa bu butun hayotga teng. 1 soniya kechiksang ochko ketadi. 1 lahza chalg'isang mag'lubiyat keladi. Hayot ham xuddi shunday. Vaqt seni kutmaydi. U hakam kabi adolatli, lekin shafqatsiz. Bugun sport zaliga kelmagan bola ertaga chempion bo'la olmaydi. Bugun ter to'kmagan sportchi ertaga medalni orzu qiladi. Bugun bahona qilgan yigit ertaga agar bilan yashaydi. Biz erkin kurashchilar vaqt bilan kurashamiz. Har mashg'ulot bu o'z ustimizdan g'alaba. Har yiqilish saboq, har turish kuch. 2025-yil bizga shuni o'rgatdi. Natija emas, intizom chempion qiladi. Medal emas, mehnat buyuklik beradi. Agar bugun sen charchagan bo'lsang, demak to'g'ri yo'ldasan. Agar qo'ling titrayotgan bo'lsa, demak sen taslim bo'lmayapsan. Vaqt ketmoqda, lekin biz ham to'xtamayapmiz. Chunki erkin kurash uchun eng katta yutuq har kuni kechagidan kuchli bo'lish. Men murabbiy sifatida faqat yutishni emas, bardoshni ham o'rgataman. Vaqt o'tadi, ammo tarbiya qoladi. Men shu yo'ldaman, jim, qat'iy, vijdon bilan.